Tuman hokimi Qalbaki qaror chiqarib olgan. Chiroqchi tumandan Yakkabog'ga, Yakkabog'dan Ko'kdalaga, Ko'kdaladan Qarshi tuman. Bu yerda juda katta pora olinyaptimi? Bilmayman. Endi hokim olyaptimi pulni, sudya olyaptimi, prokuror olyapti. Qashqadaryoda hech qanday qonun ustuvorligi yo'q. Prezident qarori Qashqadaryoga yetib kelmaydi. Yana murojaat qilyapman respublikaga. Respublika Qashqadaryoga tashlaydi. Qashqadaryo yana G'uzorga tashlab murojaatim yopyapti. Butun Qashqadaryo viloyat prokuraturasiga men dejurni shaxs bo'lib qoldim-da o'zi. Bu Qashqadaryo addiniy davlat. Chunki respublikada chiqayotgan qaror Qashqadaryoga yetib kelmaydi. O'lib ketgan odamni sudda tirik qilib ko'rsatib, qaror chiqarib, yana murojaatlar yopilib ketaveradi. Ba'zi bir poraxo'r, mansabdor shaxslar sizlarga murojaatim. Qachongacha Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat sudi, Qashqadaryo viloyat hokimligi, Qashqadaryo viloyat solig'i prezident siyosatini obro'sizlantirasizlar. Ha bu narsani oxir qachon tugaydi, janob prezident? Davlat Rahimov, Latifov, Usmon, Mahmudov, Begzod degan sudyalar qachon qonuniy ish olib boradi? Bular barchasi uyushgan jinoiy guruhga tuzilib olgan holda ish olib boryapti. Siz nazoratga olinyapti deysiz, lekin uning natijasi yo'q. Bo'lmasa fuqarolar qabul qilmang, natijasi bo'lmasa. Biz poraxo'rmiz, menga qog'oz variantda yozib beringlar, men qayta murojaat qilmayman sizlarga. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Assalomu alaykum janob prezident. Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida mustaqil muftiga tavallud topganman. Mening murojaat qilishimdan maqsadim Qashqadaryo viloyat prokuratura organ sohasi, Qashqadaryo viloyat sudlari, Qashqadaryo viloyat hokimligi, soliq barchasi birlashib, uyushgan jinoiy guruhga birikib olib, bizning xususiy mulkimiz bo'lgan Chiroqchi konsili MTJni soxta hujjatlar bilan, asossiz, isbotlanmaydigan yolg'on ma'lumotlar bilan tortib olishdi. Men 2008-yildan beri prezident nomiga 2000 dan ortiq murojaat qilganman. Hozirgi kunda ham murojaat qilib kelyapman, lekin mening murojaatlarimni mansabdor shaxslar barchasi birgalikda uyushgan jinoiy guruhga birikib, murojaatlarimni yopib yubormoqda. Ularning biri Davlat Rahimov bizning zavodni, xususiy zavodimizni noqonuniy tortib olib, o'lgan odamni sudda tirik qilib ko'rsatib, voyaga yetmagan shaxsni vakil qilib sudda kiritib, zavodni soxta bankrot qilib, davlat reyestridan chiqarib yuborgan. Bundan tashqari, soliq qo'mitasi, Chiroqchi solig'i asossiz yolg'on, tuhmat, bo'xtonlar bilan har xil soliqlar bilan sudga da'vo kiritib, tasdiqlab sudni qo'li bilan o'tkazib olgan, qarzdorlikka o'tkazib yuborgan. Lekin uni isboti yo'q. Chunki bizni to'lagan, biz to'liq to'laganmiz qarzdorliklar hammasini MIP orqali. Soliq qarzdorlik mavjud bo'lmasa ham, Chiroqchi solig'i har xil turda qarzdorliklarni bizga tuhmat bo'xtonlar bilan sudga da'vo kiritgan. Mana biri 2008-yil aprel oyida bizga soliq qarzdorligini 105 million kiritgan. 2008-yilda esa 2009-yil oxirida esa bizga 51 million so'm qarzdorlik bor deb beryapti. Ikkovining orasidagi tafovut million farq qiladi. 2019-yilda esa sud qarori bilan 286 million so'm qarzdorligi bor deb bankrotni davlat reyestridan chiqarib tashlayapti. Bundan tashqari 2017-yilda o'lgan meni bobom Eshto'xtar Safar Eshto'xtarovichni sudyamiz Davlat Rahimov oradan 1 yil o'tgandan so'ng 2018-yil, 2019-yillardagi sudlarda tirik qilib ko'rsatib, vakil qilib, so'roq qilib, javobgar qilib sud qarorlarini, ajrimlarini chiqarib yuborgan. Bundan tashqari har xil turdagi isboti yo'q, hech qanday qarzdorlik bo'lmagan zavodni qarzi bor deb bankrot qilgan. Hozirgi kunda ham zavodni 5 milliardga yaqin mulki o'z o'rnida turibdi. Tuman hokimi Qalbaki qaror chiqarib olgan. Bu qarorni isboti 2018-yil 12-fevral X28/2 sonli qaror bilan zavodni promzonalarni tashkil etishga berib yuborgan. Bundan tashqari zavod asossiz olinganligi tufayli Chiroqchi tuman hokimi Rustam Jo'raqobilov, sobiq hokimi, hozirgi kunda Qashqadaryo viloyati hokimligida kadrlar bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelyapti. Uni soxta qarori 2008-yil 12-fevral kuni X208/2 sonli qaror bilan bizning xususiy zavodimizni prezident qarori bilan olindi deb tuman hokimi Qalbaki qaror chiqarib olgan. Prezident qarori tuman hokimi qaroridan 10 kundan keyin chiqyapti. Demak, bu hokimimiz prezidentdan ham oldinroqqa yurib, prezident qarorlari qachon chiqishini bilib turib qilyapti bu ishlarni hammasini. Bundan tashqari, men 2008-yildan beri prokuraturaga murojaat qilib kelaman. Prokuratura 167, 205, 209, 228 JKning tegishli moddalarini jinoiy ish qo'zg'atdi.
Lekin Chiroqchi tumanidan Yakkabog'ga, Yakkabog'dan Ko'kdalaga, Ko'kdaladan Qarshi tumandan G'uzorga, G'uzordan viloyatga, viloyatdan yana G'uzorga o'tib murojaatim yopilib ketyapti. Sababi bu yerda juda katta pora olinyaptimi, yo mansabdorlar bir-birini himoya qilyaptimi, yoki tanish bilishchilik qilyaptimi, qancha pul olinyapti bilmayman. Endi hokim olyaptimi pulni, sudya olyaptimi, prokuror olyaptimi, uni o'tsa menga qorong'u. Lekin meni murojaatim 2018-yildan beri, ya'ni 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, salkam 9 yildan beri ko'rinmayapti. Buning tagida esa katta pullar yotganga o'xshab ko'rinadi. Sababi pul yotmasa, manfaat bo'lmagan joyda ish bo'lmaydi. Qashqadaryoda hech qanday qonun ustuvorligi yo'q. Sababi prezident qarori Qashqadaryoga yetib kelmaydi. Shaxsan men o'zim shu narsaga guvohman. Hozirgi kunda ham G'uzor tuman prokuraturasida delo ko'rib chiqilyapti, lekin G'uzor 2 marta JKning 83-moddasi 2-qismi bilan harakatda hech qanday qonun buzarligi yo'q deb murojaatimni rad qilgan. Lekin yana murojaat qilyapman respublikaga. Respublika Qashqadaryoga tashlaydi, Qashqadaryo yana G'uzorga tashlab murojaatim yopyapti. Sababi butun Qashqadaryo viloyat prokuraturasiga men dejurni shaxs bo'lib qoldim-da o'zi. Bunday qaraganda Qashqadaryo viloyat prokuraturasiga qarovli ham men, axraniga ham men, dejurnisi ham men, murojaatchisi ham menman. Chunki 2019-yildan beri 2000 ga yaqin murojaat qilgan bo'lsam, birontasiga menga bir qoniqarli javob kelmagan. Barchasi qanaqa desam, birovi oq desa oq deydi, birovi qora desa qora deydi, o'rtada qizil chiziq paydo bo'lib qoladi, unisini men tushunmay qoldim. Bu meni murojaatimni yopishda bularga juda katta pul olganga o'xshab ko'rinadi. Murojaatimni har qanday fuqaro murojaatini yopish uchun katta mablag' bo'lmasa, uni yopib bo'lmaydi. Shaxsan meni xususiy mulkimni olishni iloji yo'q. Chunki O'zbekiston Respublikasining 2012-yil chiqqan qarori bor prezidentining. 2022-yilda u tahrirlanganda xususiy mulk daxlsiz O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida har bir shaxs mulkdor bo'lishga, mulk daxlsiz, mulk muddatsiz deb belgilab qo'yilgan. Lekin Qashqadaryodagi prokuratura organi, viloyat hokimligi, soliq, sudlarda konstitutsiyaviy ish olib borilmaydi. Sababi bu yerda bu Qashqadaryo addiniy davlat. Chunki respublikada chiqayotgan qaror Qashqadaryoga yetib kelmaydi. Yetib kelsa ham murojaat qilayotgan shaxslar oradan o'lib ketgan bo'ladi. O'lib ketgan odamni sudda tirik qilib ko'rsatib, qaror chiqarib, yana murojaatlar yopilib ketaveradi. Adolatsizlik, bu poraxo'rlik, bu korrupsiyaviy tizim qachongacha davom etadi? Masalan, 9 yildan beri davom etib kelayotgan meni murojaatim yopilmayapti. Mendan tashqari qancha murojaatchilar bor? Buni birontasini Qashqadaryo viloyat prokuraturasi yoki sudi oxiriga yetkazib bera olmaydi. Sababi 2018-yildan beri qilayotgan murojaatlarimni yo oxiriga yetib olmasligini sababi buning tagida juda katta pul yotganga o'xshab ko'rinyapti. Chunki bu poralar, pullar, mansablar bo'lmasa, murojaatlar qonuniy ko'rib chiqilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi prokuratura organ xodim sohasida ishlovchi ba'zi bir poraxo'r, mansabdor shaxslar, sizlarga murojaatim. Nima uchun mening murojaatlarim qonuniy ko'rilmaydi? Xususiy mulkni biz davlatdan sotib olganmiz. Hech qanday davlatda unda 1% ham ulushi yo'q. U bizning xususiy mulkimiz, yeri ham, zdaniyalari ham bizga doimiyga berilgan. Qonun doirasida biz uni davlatdan auksion orqali sotib olganmiz, notarius yo'li bilan. Bundan tashqari, qachongacha Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat sudi, Qashqadaryo viloyat hokimligi, Qashqadaryo viloyat solig'i prezident siyosatini obro'sizlantirasizlar? Qachon tugaydi bu narsa? Qachongacha oxir ko'rinmayapti-ku uni? Qachon oxir ko'rinadi buni? Qachon pora olishdi? Qachon qonuniy ishlashni o'rganasizlar? Bizning xususiy mulkimizni nima uchun sizlar qonun doirasida, sizlar qonun ustuvorligini ta'minlashlaring kerak bo'lgan joyda qonunni o'zlaring buzyapsizlar? Sababi nima uni sababi? Sababi pul olyapsizlarmi? Mansabdorlik qilyapsizlarmi? Tanish bilishchilik qilyapsizlarmi? Yoki Rustam Jo'raqobilovdan yoki Davlat Rahimovdan qo'rqyapsizlarmi? Uni sababi nima uni? Qashqadaryo viloyatida qonunbuzarlar, poraxo'rlar mansabda o'tiraversa, murojaatlar qonuniy o'rganilavermasa, biz qachon rivojlanamiz? Qachon O'zbekiston prezident aytayotgan darajaga yetib boradi? Demak, bu hali yetib bormaydi. Qashqadaryoda qachon poraxo'rlik, tanish bilishchilik, poraxo'r mansabdorlar lavozimdan ketadi? Qachon biz O'zbekistonni yangi O'zbekiston qilib prezident siyosatini rivojlantiramiz? Qachon Qashqadaryo mansabdor shaxslari prezident siyosatini obro'sizlantirishni to'xtatadi? Sizlarga savol.
Qachongacha sizlar davlatdan nohaq oylik olib yeysizlar? Qachon qonuniy ishlaysizlar Qashqadaryo mansabdorlari? Janob prezident, mana siz yaqinda O'zbekistonda respublikada miqyosida islohotlar olib bordingiz. O'sha islohotlarda ba'zi bir mansabdorlar mansabni suiiste'mol qilganligi uchun qamoqqa olindi. Qachon biz Qashqadaryoda ham mana shunday islohotlarni olib borasiz? Qachon bizni Qashqadaryomiz siz aytayotgan darajada rivojlanishgacha chiqib boradi? Qachon bizdagi poraxo'rlar, jinoyatchilar, mansabdor shaxslar qachon ketadi? Qachon ular qamoqqa olasiz? Men sudga borsam, prokuraturaga bor deydi. Prokuraturaga borsam, hokimiyatga bor deydi. Hokimga borsam 10 kunda qilib beraman deydi. Men yana hokimiyatga borsam, prokuraturaga bor deydi. Prokuraturaga borsam, sudga bor deydi. Sudga borsam, soliq qilgan deydi. Bu narsani oxir qachon tugaydi, janob prezident? Konstitutsiyamizda belgilangan tartibdagi qonunlar qachon bizda ishlaydi? Qachon men zavotimni qaytarib olaman yoki bo'lmasam men qachon bizga yetkazilgan kompensatsiyani to'laydi? Davlat Rahimov, Latifov, Usmon, Mahmudov, Begzod degan sudyalar qachon qonuniy ish olib boradi? Bular barchasi uyushgan jinoyatga tuzilib olgan holda ish olib boryapti. Sababi Mahmudov, Begzod degan sudyamiz adolatsiz, qonunni qo'pol ravishda buzgan holda noqonuniy tarzda ish olib boryapti. Masalan, shaxsan o'zim sudlarda qatnashayotgan bo'lsam, sud hali ham yakunlanmayapti. Sababi o'sha vaqtdagi sudyamiz Davlat Rahimov Qashqadaryo viloyat iqtisodiy sudlar sudyasi lavozimida ishlayapti. O'sha vaqtdagi meni zavotimni soxta qaror bilan asossiz ravishda olib qo'ygan Rustam Jo'raqobilov hokimimiz Qashqadaryo viloyat kadrlar bo'lim boshlig'i lavozimida ishlayapti u ham. Bundan tashqari o'sha vaqtda soliq xodimlari barchasi viloyatda ishlayapti. Janob prezident, mana shaxsan men viloyat prokurori Bektor Saifov qabuliga hisoblasam 1 yillik hisobida 5 marta kirdim. Mana shu yillik hisobidan hali kirganim yo'q. Chunki viloyat prokuraturasiga borib qabulga kiraman desam, qabul bo'limidagilar kiritmaydi ular. Chunki ular ham o'sha mansabdor shaxslarga sheriklik qilib, Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimov, men sizni shaxsiy qabulingizga bir necha bor kirdim. Siz nazoratga olinyapti deysiz, lekin uning natijasi yo'q. Bo'lmasa fuqarolar qabul qilmang, natijasi bo'lmasa. Oxirga yetib bormayapti bu narsa. Meni chiroqchi konserni maslahat cheklangan jamiyat zavodim qachon qaytarib olaman? Qachon sud tamomlaydi? Qachon prokuratura o'sha sobiq hokim Rustam Jo'raqobilovga, o'sha sobiq chiroqchi tuman sudyasi Davlat Rahimovga, Latif Usmonga, Mahmudov, Begzod degan sudyalarga qachon jinoyat qo'zg'atiladi? Qachon bu narsa tugaydi bu narsa? Qachongacha men sarson buyuraman bularning ortidan? Men nima butun Qashqadaryo viloyat prokuraturasining aybini deb, yo Qashqadaryo viloyat hokimligining aybi deb, yoki bo'lmasam sudda aybini deb men butun viloyatda aylanib yura olmayman-ku. Yo o'shan aylanib yurish dijurnligim uchun menga oylik to'langlar. Konstitutsiyamizdagi mulk daxlsizligi, mulk muddatsizligi degan joylari qani? Nima uchun biz konstitutsiya ishlamaydi? Nima uchun konstitutsiyani sizlar qo'pol ravishda buzasizlar? Yoki bo'lmasam Qashqadaryodagi ba'zi bir mansabdor poraxo'rlar konstitutsiyamizni o'zlaringga to'g'rilab olinglar yoki bo'lmasam aytinglar, men qayta murojaat qilmayman. Biz shuni olaveramiz, shuni qaytarib beraveramiz. Biz poraxo'rmiz, menga qog'oz variantda yozib beringlar, men qayta murojaat qilmayman sizlarga. Janob prezident, men sizga murojaatim, men bu mansabdor shaxslarning ustidan ancha yillardan beri murojaat qilayotganligim uchun shaxsan o'zingizga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Sababi bu poraxo'r mansabdorlar hech qachon mansabdan ketmaydi. Kundan kunga kistasi to'lib boryapti. Meni murojaatim tugamaydi. Bular yakunlab bermaydi. Natijasi yo'q. Konstitutsiyamiz ishlamaydi. Siz aytayotgan tartiblar umuman yo'q. Qaysi tartibda ish olib borishni men o'zim bilmay qoldim. Shuning uchun janob prezident, men sizga murojaat qilyapman. Men mana shu yillik hisobidan prezident administratsiyasiga ham juda ko'p marotaba murojaat qildim. Yanvar oyidan beri hisoblasak 100 dan ortiq murojaat qildim, lekin natijasi yo'q. Sababi administratsiyada o'tirayotgan xodimlar ba'zi birlari emas, deyarli hammasi faqat Qashqadaryoga tashlashdan, murojaat yopishdan naryoqqa o'tmaydi. Chunki ular ham bu Qashqadaryodagi ba'zi bir poraxo'r mansabdorlar bilan kelishib olganga o'xshayapti. Shuning uchun prezident, men qachon zavotimni olaman, qachon sud tugaydi, qachon meni kompensatsiya to'lovlarimni to'lab beradi hokimiyat yoki jinoyatchilar qachon ochiladi, qachon bu aybli ish qilgan yoki jinoyat qilgan mansabdorlarga chora ko'riladi, shunga menga aniqlik kiritib berishingizni so'rayman. Janob prezident, o'sha vaqtda 2018-yilda ham chiroqchi konserva maslahat cheklangan jamiyatini, ya'ni bizning zavodni soliqdan 1 so'mlik qarzi bo'lmagan.
Sababi barchasi o'ylab topilgan, asossiz, husumat qilib bizga nisbatan zavodni olish maqsadida qilingan ishlar barchasi. Sababi bizga barcha soliqlarni prokuratura orqali MIB bilan bizdan undirilgan soliqlar hammasi. Bizga soliq o'sha vaqtda ham qarzdorlik yo'q deb ma'lumot qilib berishgan. O'sha vaqtda ham. Bundan tashqari 2025-yilda ham mana bizga soliqdan qarz yo'q deb beryapti. Lekin bu sudyamiz bilan soliq birgalikda kelishib zavodni bankrot qilib yuboryapti. Buni tagida katta poraxo'rlik, korrupsiya yoki mansabdorlarning uyushgan jinoiy guruhga birga tuzilib olganligi aniq yaqqol ko'rinayotganga o'xshayapti. Shuning uchun janob prezident, bizni zavodimizni qaytarib olishda amaliy yordam berishingizni so'rayman.